Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum. Dilala cho'chaklarini yoqtirib anglab kelayotgan o'maqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Uchtigarning chorasi degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak Uchtigarning chorasi. Zamonlarning zamonisida janub bilan shimolning orasida bir Uchtigar yashagan ekan. U kishilarning akalgan matosini uchta qilib, ya'ni siliqlab berib, shuning bilan chan boqidi ekan. Uning dunyoligida bir o'shkisi bo'lib, uning ustida choy sutlab ichidi ekan, qaymiqini tulki o'g'irlab ichib ketdi ekan. Shundoq kunlarning birida Uchtigarning xotini eriga: "Uyda qolgudek hech nima qolmadi. Men qoldiq qatda uni yig'ishtirib xemir yo'g'irsam, sizlar jangalga berib o'tin akalsizlarmi bo'pti ekan?" debdi. Uchtigar: "Ma'qul" debdi-da, bir chini qiytiqni elib, ustiga bir zag'irni yepib, arg'amchini beliga bog'lab, kakisini beliga qistirib, "Jangal degan nima desan?" deb yo'lga tushibdi. Jangalga yaqin qolganda bir chig'ning tuvidan bir jup to'rg'ay uchib chiqibdi. Uchtigar engishib qarasa, to'rg'ayning uvisi, uningda bir necha to'rg'ay tuxumi turg'udek. Ko'ziga chiroyli ko'ringanlikdan tuxumdan ikkini elib, qo'yniga silib yo'lga ravon bo'pti. Chashgoh vaqti bilan o'tin oldigan jangalga beribdi. Birdam aram olgandan keyin yerni ko'lab qiytiq bilan nonni so'g'uqroq tursin deb shu yerga qo'yib, ustiga shox shumbi bilan belgi qilibdi. Bu yerni topolmay qolmay deb arg'amchini tashlab, uchini so'rtib qo'yib, jangalga ishkirlab mengibdi va quruq daraxtlarni tepib kaslashga boshlabdi. Naqshu chaqda Uchtigarning oldidan beshi bulutda o'z yo'g'on va ko'rimsiz sert bir narsa chiqib kelib: "Ey, sen kim? Bu yerda nima izlab o'milab yurasan?" deb hayva bilan so'rabdi. Uchtigar qarasa, bir bahayvat diva. U o'zini to'xtatib: "Etim mening Alamnur, kasbim bilsang Uchtigar. Donqim olamga mashhur, ishtisa meni divilar uxlayolmas rohatda. Qo'yib qopmu qo'zg'ilar qolmayli deb g'aflatda. Ammo menmu bo'sh emas, jangallarni keziman, oqtirib to'qaylarni, divilarni izdayman. Chunki mening o'zuqim divilarning go'shidir. Noshtiligim olvosdi, insujinning to'shidir" deb javob beribdi. Bu gapni anglagan devining yuragi jig'ildab, ko'zlari chakchiyibdi va o'z oyog'i bilan raqibining oldiga kelib qolganlik uchun ming bir pushaymon qilibdi. Devining orsolda bo'lib qolganligini ko'rgan Uchtigar: "Sen-chu, bu yerlarda nima qilib yurasan?" deb so'rabdi. "Men" debdi deva bo'sh kelmaslikka tirishib. "Devalarning botirimman. Uzundan beri odam go'shi yeyish orzuyim bor edi. Mushu orzu yo'lida talay dashtlarni kezdim. Biroq ishim hech o'ng kelmagan edi. Bugun mushu jangalni bir o'ylab boqay degan niyatda bu yerga kelib seni ko'rdim." "Undoq bo'lsa" debdi Uchtigar. "Kel, ikkimiz kuchsinishib boqayli. Sen yangsang meni ye, men yangsam seni yey." Deva bu taklifga ko'nibdi va oldida cho'milidek o'milab yurgan bu odamni qandoq qilib yangsam bo'ladi ekan degan xayolda qopdi. "Men bilan kuchsinishga rozi bo'lding-a?" deb qayta so'rabdi Uchtigar. "Ha. debdi deva duduqlabroq. "Chilishoyli desak, sening bo'ying egiz, mening bo'yim past, qamlashmog'idek. Agar sen rozi bo'lsang, ikkimizning qaysimiz yerning meng'isini chuvib, to'g'roqdan yog' chiqara olsak, shuni botir sanayli. Bu ishning o'disidan chiqolmagani bilginimizni qilayli" debdi Uchtigar. Deva bu shartga ko'nibdi. "Undoq bo'lsa, navbat seningki. Qani, yerning meng'isini chuvib, avu to'g'roqdan yog' chiqarib boqa" debdi Uchtigar.
Deva g'azab bilan tugilib yerni tepgan ekan, yerdan to'pchon ko'tarilib ketibdi. Biroq yerning mengisi chivilmabdi. O'z ishining o'ngishliq bo'lmayotganligini sezgan Deva xijil bo'lib yerga qarabdi. Buni ko'rgan Ushtigar: "Ilham, navbat sening. Agar sen avu to'g'roqdan yog' chiqara olsang, yo'lingga ketaver. Bo'lmasa men kuchimni ko'rsatib, bilginimni qilaman, jumu." debdi. Deva Ushtigar ko'rsatgan to'g'roq qo'lini qamanlab, butun kuchini yig'ib turib siqqan ekan, to'g'roqning qo'lzoqlari ajrab qo'liga chiqibdi, ammo uning yig'i ko'rinmabdi. "Endi sen qarab tur, men kuchimni ko'rsataman", debdi Ushtigar. Ushtigar qiytiqni ko'mib qo'ygan yerning ustiga kelib, yerni bir topgan ekan, qiytiq to'pig'i melinib, chachirab chiqibdi. Keyin hiyliqi Deva sundirayotgan to'g'roqning qishig'i berib, qo'ynidan to'rg'ayning tuxumini ilib, Devaga ko'rsatmay shikki alqini qo'yib, to'g'roqni siqqan ekan, barmoqlarining arasidan tuxumning seriqi bilan eqib chiqibdi. Buni ko'rgan Deva hanqaytib qopdi va Ushtigardan sog'-salomat qutulishning chorasini izlashga kirishibdi. Devaning andishida qolganligini sezgan Ushtigar: "Ey Deva, aytib boqa, qaysimiz kuchli ekanmiz?" debdi. Siz, debdi Deva keyin. "Men sizga ko'p beadablik qilibman. Agar malol kelmasa shu beadabligimni kechirsangiz, ikkimiz do'st bo'lsak, bugun mening mehmonim bo'lib, uyimga birga borsangiz." "Xo'p", debdi Ushtigar. "Men bu chaqcha hech kimning gapini yerda qo'ygan emas. Sening xolig'ingcha bo'lsin." Ushtigardan bu so'zni anglagan Deva xushallikdan o'zini aran to'xtatib, mehmonini boshlab uyiga beribdi va Ushtigarni turli taom va mevalar bilan mehmon qilibdi. Ushtigar oldiga tizilgan taom va mevalar ichidan ko'zga chiroyli va ajoyib ko'ringanlarni elib yeb qo'rsqini to'yg'izibdi. Angacha kun bitib zavol bo'pti. Deva Ushtigarning nihoyat oz taom yeganligiga hayron qolgan bo'lsa-mu, so'rashga petin olmay saroy uyining o'tirsiga o'rin silib, Ushtigarni aram elishga taklif qilibdi. Ushtigar kirib qarasa, Devaning solgan o'rni to'nglikning udildimish. "Ha, bu haromzada meni kech o'ldirishni pamlabdi" deb chiroqning yo'riqida to'rt tarafga qarasa, har yo'g'on tekchilar turg'idek. Agar biror ish bo'lsa, takchiga chiqib olishni o'ylab, o'ringa kirib yolg'ondan uxlagan bo'lib pushuldabdi. Xiyligacha eshikning yo'chqidan marab turgan Deva Ushtigarning pushuldishini anglab talaga mengibdi. Ushtigar quloq selib yotsa, bir chog'da saroyning uyisi g'orsildashga boshlabdi. Ushtigar darrov o'rnidan turib takchiga chiqibdi. Deva to'nglikning udulg'i kelib, Ushtigarning yotgan yeriga tosh tashlabdi. Bu ish tong otguncha takrorlanibdi. Tong etib, kun qizirishga boshlaganda Deva tosh etishni to'xtatib, o'gizdan tushibdi. Buni sezgan Ushtigar darhol o'ringa kirib yetibdi. Deva eshikning oldidan birdan turib tinsa, Ushtigarning xo'rik anglanayotgudek. Ilgari tashlagan tashlariga keyingi tashlagan tashlari tegib qonqib, yotqanning ustida bir tolma toshning qolmaganligidan xabarsiz qolgan Deva saroyning eshigini ochib qarasa, Ushtigar yotqanning ichida avval oqshomqidek pushuldab yotgudek. Buni ko'rgan Deva, bu haqiqatan botir ekan, har nima bo'lsa bir ahvol so'rab boqay deb o'ylab: "Hey birodar, tong otdi, uxlaveramsiz?" debdi. Ushtigar beshini ko'tarmay turib: "Kechidan bir gullarong yotqanning ustida jang qilib uxlatmadi. Endi ko'zim uyquga beribdi-kan, sen vorqirg'ili turdingmi?" debdi. Ushtigardan bu so'zni anglagan Deva, "Men tashlagan tashlag'i o'lmay, uni texib burgiga o'xshityapti. Demak, bu haqiqiy botirning o'zi ekan. Buning bilan men zodi tang kelolmagudayman" deb qaytib chiqib, Ushtigarning atiganlik cheyish uchun tayyorlik ko'ribdi. Choymi ichilibdi. Ushtigar xo'shlashib mengishga tamshalganda, Deva bir sanduqqa oltin qachilab ko'tirib chiqib: "Ey polvon, bu mening sizga qilgan sovg'atim, olg'ash keting ha" debdi. Ushtigar qarasa, yo'g'on bir sanduq. Uni ko'tirish emas, o'rnidan yutishga xiyli kuch kerak-da. Bu yerdami bir hiyla ishlatay debdi u o'z-o'ziga. Shuning bilan u Devaga: "Bizning rasm qoidamizda biror kishi do'stlariga yo'lliq tutsa, uni o'zi opirish beradi.
Agar sen buni ko'ngil ko'ksingdan chiqarib sovg'at qilgan ekansan, uyimga olib bergin. Bo'lmasa, men akatmayman. Debdi. Diva bu so'zni qabul qilib, Uchtigar bilan birga sandiqni o'shnisiga ortib yo'lga tushibdi. Bular azmangdimi, chiqmangdimi, bunisi bizga noma'lum. Ishqilib Uchtigarning uyiga yaqin keldi. Bu chaqda Uchtigarning xotini o'g'ziga chiqib, eri ketgan tarafga qarab turgan ekan. Buni ko'rgan Uchtigar Diviga qarab: "Ey birodar, ko'rdingmi? Mening xotinim o'g'ziga chiqib yo'limga qarab turibdi. Men oldiroq berib, sening bilan og'ini bo'lganligimni uqtirib qo'ymasam bo'lmaydi." debdi. Diva bu so'zga ma'qul bo'lib, sandiqni yerga qo'yib aram elishga boshlabdi. Uchtigar uyiga kelib: "Xotin, chaqqan bo'la. Uyga kir, qozon qumuchingni taroqshitib tur. Men ovi devini boshlab kirganda sen menga, "Voy, mehmonga aytadigan oshqa qaysi devining go'shini to'g'rayman" degin. debdi. Xotini bu gapga hayron bo'lgan bo'lsa-mu, buning tagida biror sir bo'lsa kerak deb ma'qul bo'pti. Uchtigar devini boshlab eshik oldiga kelib to'xtabdi. Devini uyga boshlay desa, uning patmaydiganligini bilib, eshik oldiga so'rin tuzibdi. Bular amd o'ltirgan ekan, uy ichidan Uchtigarning xotini: "Hoy odam, mehmonga cho'ng devining go'shini to'g'raymi yoki kichkiningmi?" deb so'rabdi. Uchtigar javob berguncha deva o'rnidan turib qaychibdi. Devini qochirgan Uchtigar xotiniga bo'lgan voqeani so'zlab berib, sandiqdagi oltinni uyiga to'shishga boshlabdi. Endi so'zni tulkidan anglaylik. Uchtigarning o'shkisining sutidan suzib elangan qaymoqni ichib o'ginib qolgan tulka tilini bir g'ayrish chiqarib kelayotgan ekan. Uning oldiga Uchtigarning uyidan qochgan devi uchrabdi. Devining oldi orqasiga qaramay qaytib kelayotganligini ko'rgan tulka: "Hay, deva, nimadan shuncha qo'rqib ketding-a?" debdi. Deva tulkiga Uchtigarning voqeasini so'zlab beribdi. Bu gapni anglagan tulka: "Hay ahmaq, egiz odam ahmaq keladi degan rostkan jumo. Bo'yinga qarasa, bulutga taqishidi, ammo meningchilikmi aqling yo'q ekan. Men kunda berib uning o'shkisining sutining qaymoqini qaqshitib turib ichib kelgan yerda sen qasding qandoq bo'lg'ini? Yura, men seni boshlab berib, Uchtigardan hamma ilmingni elib beray-a. Xohlasang oldinga silib beraman" debdi. "Bu gapni sen rostini aytyotamsan?" debdi deva. "Ha, debdi tulka quyrug'ini o'ynatib. Deva o'ylab, tulkiga haromzada bo'ladigan bu yo'g'on gap qilib opirib meni bir bolog'i tiqmison yana degan yerga keldi. "Undoq bo'lsa," debdi deva. "Kel, quyrug'ingga mav arg'amchini bog'lab, shuni tutib mangay. Agar meni aldaydigan bo'lsang, bilib qo'y, quyrug'ing menda, ha? O'zim bilganni qilaman." Tulka bu shartga ko'nibdi. Shunday qilib ikkisi yo'lga tushibdi. Oltinni uyga to'shib bo'lgan Uchtigar o'g'ziga chiqib atrofga nazar solibdikan, ko'ziga yetilishib kelayotgan tulki bilan devichilik qilibdi. Uchtigarni g'am besibdi. U o'zini o'ngshab, ko'nglini to'xtatib qarasa, tulka yiqilib kelib qolganmish. "Hey, haromzada tulka," debdi Uchtigar tulkiga xitob qilib. "Mendan bir deviga pul olganingga hafta bo'ldi. 3 kunda kelaman deb kelishing bugunmi? Bu mayli, yana kelib mening og'inamni aldab kelganing uchun men seni qandoq qiynab o'ltirsam bo'ladi? Qini, o'z og'zing bilan aytib boqa." Uchtigardan bu so'zni anglagan deva, tulka meni sotqilay kelgan ekan degan o'yga kelibdi-da, tulkini so'rgan peting bayavonga qechibdi va ketib berib tulkini beshidan aylantirib yerga bir urib tikan, tulkining g'iqqida jini chiqib ketibdi. Shuning bilan Uchtigar tulkining bo'zaq qilishidan qutulib, oxirgi umrigacha xushal yashabdi. Aytishlarga qaraganda, shuningdan buyon deva odamlarning ko'ziga ko'rinmaydigan bo'lganmish. O'maqlarim, Uchtigar bak botur ham aqlliqgana. Deva yo'g'on, qo'rqinchli bo'lsa-mu, Uchtigar uningdan qo'rqmay, aql parasti va boturligi bilan hech nimadan qo'rqmaydigan devini qo'rqinchoq yarmasalatga keltirib qo'ydi. Ham o'shkining ustidan suzib elingan qaymoqni ichib o'ginib qolgan o'g'ri tulkining mijozisini berdi.
bizmi Üçtigarning aqlliqligini va botirligini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Kech bo'lib ketibdi. Bugun baldir uxlanglar. Atimi shu vaqtda Dilola Undidor salonni ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.